Elon Musk va Donald Trump o'rtasidagi sovuqchilik sabab Tesla aksiyalari keskin quladi. Kompaniya bir kun ichida 150 milliard dollar yo'qotdi. Bu Tesla uchun uning tarixidagi eng yomon ko'rsatkich hisoblanadi. Moskva jamoat transportida dronlar hujumi vaqti himoyalanish uchun boshpanalar haqida video qo'llanmalar namoyish etilyapti. Bu haqida TASS nashri xabar berdi. 1-avgustdan Mumbaydan Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar yo'lga qo'yiladi. Reyslar haftasiga 4 marta dushanba, chorshanba, juma va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Toshkentda ichki ishlar mansabdori niqobi ostidagi advokat va uning sherigi qo'lga olindi. Ular mahkumni boshqa viloyatdagi qamoqxonaga o'tkazish uchun 5000 dollar talab qilganligi ma'lum bo'ldi. Jahon chempionati yo'llanmasiga ega chiqqan O'zbekiston terma jamoasi a'zolariga BYD avtomashinasi sovg'a qilindi. Temur Kapadze jamoasi saralashning 9-turida Birlashgan Arab Amirliklari bilan durang o'ynab mundialning final bosqichi chiptasini hal qildi. Shuningdek, 10-iyun kuni Bunyodkor stadionida O'zbekiston milliy terma jamoasi Qatar bilan bahs olib boradi. Eron Xitoydan 800 ta raketa uchun yetadigan xomashyo buyurtma qildi. The Wall Street jurnal nashrining xabar berishicha, Tehron o'z raketa arsenalini to'ldirish uchun minglab tonna ammoniy perxlorat sotib olgan. Isroil uzoq tanaffusdan so'ng Bayrut hududiga zarba berdi. Tel Aviv Hizbullohga tegishli dron yig'ish korxonasini nishonga olganligini da'vo qilmoqda. Xalqaro hamjamiyat Qurbon hayiti arafasida amalga oshirilgan hujum eskalatsiya keltirib chiqarishdan xavotirda. Tramp ma'muriyati sayyohlar uchun 1000 dollarlik tezlashtirilgan vizani joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu ularga standart navbatni chetlab o'tish, ustuvor intervyu olish imkoniyatini beradi. Dasturni sinovdan o'tkazish 2025-yilning dekabr oyidan boshlanishi mumkin. Jahon chempionati esa 2026-yilning yozida bo'lib o'tadi. O'zbekistonda isitish mavsumida 1.2 million oila moddiy yordam bilan qo'llab-quvvatlanadi. Kunning qiziqarli va dolzarb mavzulari Qora xabarning ijtimoiy tarmoqlarida obuna bo'ling.